Evet, bugün Xudo xohlasa ikkinchi muolajamiz. Tizzalar og'rig'i bo'lgan sizga yaxshigina. TBSda og'rig'i bo'lgan, tostada shunga kirib ishlagan ekanmiz. Chap tizzangizda tog'ayida 16% jarohat bo'lgan ekan. To'g'rimi? Keyin va unga ichki organlarning yaxshigina aloqasi bo'lgan, jigar, yo'g'on ichak, o't yo'li, 12 barmoqli ichak va u organlarda hamma odamning qatori 5 milliardga yaqin odam qatori nima bor ekan? Parazitlar. Dorilarni berdik. Ba'zi bir dorini bittadan 5 kun ichish kerak edi, ichyapsizmi? Qaysi birini ikkitadan 6 kun. Hali tugagan yo'q lekin. Ichishni boshlagansiz. Berilgan o'simlikni ham ichyapsiz, yaxshi. Parhezni ham qilyapsiz. Keyin sizda qoningizda kinin moddasi, ya'ni yallig'lanish mediatorlari ko'p bo'lgan, prostaglandinlar ko'p bo'lgan, keyin IgM immunoglobulinlar ko'p bo'lgan. Demak, yaxshigina yallig'lanish borligi kuzatilgan. Shunga yarasha birinchi muolajada qilinishi kerak bo'lgan ishlar qilingan. Xo'p, mana bugun endi nechinchi kun? Necha kun ketdingiz? 6 kun. 6 kun. Bugun 6-kun. Keyin. Xo'p, birinchi seansdan keyin, ketganingizdan keyin hozirgacha oldingi holatingiz bilan hozirgi holatingizni taqqoslaydigan bo'lsak, nimalar o'zgardi? Hech bir og'riqlar yo'q. Ha, kechqurun sizni qiynaydigan og'riqlar kamaydi. Sezilarli kamaydi. Sezilarli kamaydi. Yaxshi, bir turib oyog'im qaltirayapti, yurib ketilmayapti. Tushunarli. Yaxshi. O'sha turib yurishingizda ham nimadir kuchliroq bir tonus sezdingizmi? Qaltirab to'g'ri, yurib ketolmayapsiz, xohlaganingizdek. Lekin o'sha turgan yurganingizdagi ham holat oldingiga nisbatan endi o'rnidan tursam bir narsa boshladim, shunday nima ya'ni qandaydir bir blok paydo bo'lib, tasavvurni sustavlaringizda, tos sohangizda sizda ushlardi bir narsa. Shu hozir unday ushlamayapti. 6 kunda shu natija zo'rmi? Zo'r. Biror joy ko'rgansizmi 6 kunda shu natija? Men ayog'im o'tkazib teganda chizib yozdim-da, u. Yaxshi. Borgan kunda yozdim. Ana ko'ryapsizmi? O'zi aslida sizni yana bir 4-5 kundan keyin muolaja qilishim kerak edi. Hali ham ertachi ko'ryapman. Sharoitingizni, tanangizni holatini jiddiyroqligini bilib, boshida bir tezroq yordam berish uchun haftada ko'rishga, o'zi aslida 15 kun, 10 kunga ko'rilish kerak edi. Yaxshi. Xursandman. Demak, davom ettiramiz. Hali beri organizm yordam so'raydi bizdan. Hali beri so'raydi. Toki o'zidagi o'sha quvvat beruvchi mexanizmlarni, motorlarni agar sodda qilib gapirsak, ya'ni maxavik deymanmi? Maxavik. Quvvat beruvchi generator hujayralardagi, to'qimalardagi to'liq ishlab ketish kerak-da. To'liq ishlab ketish kerak. Ya'ni chetki yordamsiz, bizni yordamimizsiz ishlab ketish kerak. Ana shungacha chiqib olish kerak. Ming afsuski, hamma shunga nima qilmaydi? Sabr qilmaydi. O'ylaydiki, akrom qilsa, mana shunday qilsin, yo'qolib qolsin deydi. Bo'lmaydi unday. Bo'lmaydi. Akrom xudo emas, sehrgar emas yoki bir qanaqadir bir odamlar e'tiqod qiladigan avliyo emas, yangi xil taqir-tuqir nimalardir bir gapi bilan amalga oshiraveradigan. Lekin ilm berilgan odamlar. Shu organizmda kerakli mexanizmlarni uyg'ota olaman va kutaman. Men bilan birga siz ham kutsangiz, marraga erishasiz. Kundan kun bo'ldi, bir kun bo'ldi organizm aytadi, bo'ldi, menga hamma kerakli yordamni oxirigacha berding, endi kerak emas deydi. Endi shart emas, endi men o'zimni o'zim uddalayman deydi va o'sha payt
o'sha payt sizga o'sha mas'uliyat tushadiki, o'sha mas'uliyat o'sha biza yordam berib sizni olib chiqqan darajani ushlab turish kerak. Jismoniy mashq qilib, deysizmi, o'zingizni chiniqtirib, deysizmi, to'g'ri ovqatlanib, deysizmi, ruhiy tomonlaringizga ham qanaqadir bir sayqallab ishlov berib, deysizmi, o'sha qanaqani ushlab turaversangiz bo'ldi. Orqaga qaytish unga bo'lmaydi endi. O'sha ma'lum bir Xudoga sabr qilgan yoshgacha kirib borasiz narmanga. Tushunasizmi? Lekin ming afsuski, buni ham ba'zi bir odamlar uddalolmaydi. Ketadi-yu, ma'lum bir vaqtdan keyin unutadi. Shuncha qilgan mashaqqatlarini o'tkazgan akilarni unutadi-da, tashab qo'yadi butun. Yana o'sha ehtiroslarga berilib ketadi, uydagi bo'layotgan insoniy munosabatlardan berilib ketadi, o'zini charchatadi. Ovqatlanishga to'g'ri e'tibor bermaydi, vaqtida o'sha kerakli sabzavotlarni, o'simliklarni ichib, qarashib, o'zini tozaligini, kuch-quvvatini, vitaminlar ichib e'tibor qaratmay qo'yadi-da. Yana organizm kundalik koinotdagi va atrofdagi insonlardan bo'ladigan bosimlarga yana sinib qoladi-da, yana qulay boshlaydi, orqaga dumalay boshlaydi. Mana shu tomonlarni tushunish kerak. Bo'ldi. Unda yaxshi, молодец, men sizdan xursandman. Bo'ldi, ikkinchi muolajani hozir boshlaymiz. Ketdik.